Endi ana kuni bir antiqa savol kelib tushdi. To'g'ri, bilmaganligi manjaroni faqat ozishga deb o'ylashadi. Komolapa sahrli diabetli olsa bo'ladimi, mumkin emasmi ularga deydi. Voy, o'rtoqlar, Monjaro preparati sahrli diabet uchun Kaliforniyada 2020-yil ishlab chiqarilgan va u odamlarda sahr zo'r tushirib, ozishga moyil bo'lganiga o'zi asosan sahrli diabetlar ojireniyaga olib keladi, semiz bo'ladi, to'la bo'ladi odamlar. 2023-yil rasman ojireniya bilan og'riyotganlarga, ya'ni sahr bo'lmasa ham, lekin semiz odamlarga ruxsat berilgan. Juda ko'p preparatlar ruxsat berilmaydi, lekin olib qovurishadi. Otlarni aytmayman, ularning biznesini buzgim kelmaydi. No, Monjaro aynan sahrli diabet uchun qilinadi asosan va ozish uchun. Ishonchisini Feruzdan olasizlar. Va qanaqa qilishni, dozalarni o'rgatadi. Jelatinni qizlar donali olmanglar, ruchkani sotib olib, o'rganib olib, o'zingizlar qilinglar har hafta.